Assalomu alaykum azizlar. Andijondan Qirg'izistonning Issiqko'liga piyoda safarimizni 4-kunini boshlab oldik. Kecha Alloh rozi bo'lsin, kechki payt Sho'pir akamiz Sichkon Perivalidagi kafe Halif degan joyga tashlab ketgandi. Xudo xolisa soat millarimiz 8:30 bo'lyapti. Shu joydan ertalabdan sayohatimizni boshlayapmiz. Eng qizig'ini aytsam, bu yerlarda Sichkon Perivalida Qirg'izistonlik obunachilarimiz biladi, antina umuman chiqmaydi ekan bu yerlarda. Xudo xolisa endi eplab istoriya, video qo'yishga harakat qilaman. Kech payt bekarchilikda tarixni ochib ko'rdim. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin, juda ko'p savollar berilibdi. Sayohatga chiqishimdan sabab Allohga shukr, hamma yo'g'im yetarli. Lekin inson o'zi uchun harakat qilib biron narsaga erishish uchun biron narsadan ketish kerak. Sayohatga chiqsangiz, tanish bilishlar orttirasiz, issiq sovuqni ko'rasiz. Allohga shukr yaxshi. Men sayohatga o'rgandim, Xudo xolisa Issiqko'lga borib kelib, dunyo bo'ylab sayohat qilishga tayyorman inshaalloh. Men bilan birga bo'lib, meni poddержкалab, men qo'llab-quvvatlab turganinglar uchun hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Men shu yerdan safarni boshladim endi.